Yuz uchun hududiy mahsulotlardan tashkil topgan Guerlain brendining bir emas, ikkita naborini obzor qilib beramiz. Bu naborda 3 ta mahsulotdan tashkil topgan. Birinchisi suvli osnovali maslini serumi. Bu serumning vazifasi teri yuzasini silliqlaydi, blesk berib turadi, lifting effektini beradi, terini qayta tiklab beradi. Bundan tashqari Den Noch kremlari bor. Den Noch kremlarining vazifasi ajinlarga qarshi ishlaydi, yuzni oziqlantiradi, bu ham teri yuzasini tekislab beradi. Bundan tashqari o'zini brendli kosmetichkasi ham chiqadi. Bu naborni afzalliklari ushbu mahsulotlarni dona ko'rinishda xarid qilsanglar, taxminan $255-260 aylanadi sizlar uchun. Nabor ko'rinishda bo'lsa, bor yo'g'i $215 xarid qilishingiz mumkin. Ikkinchi ko'rinishdagi naborimiz bor. Yuz uchun serumi bir vaqt o'zida ikki xil effektni beradigan, ham peeling, ham lifting effektini beradigan serumi. Losyoni bor. Bundan tashqari den kremi bo'ladi, kichkina hajmda, 15 ml hajmda. Bunda ham maslini serumi bor. Ushbu mahsulotlarni bu naborda ham alohida ko'rinishda xarid qilsanglar, sizlarga taxminan $360-355 aylanadi. Nabor ko'rinishda xarid qilsanglar, bor yo'g'i $300 xarid qilishingiz mumkin. Yana qo'shimchasiga o'zini brendli kosmetichkalari ham chiqadi. Ushbu mahsulotlarni nabor ko'rinishda xarid qilishga ulgurib qolinglar, sonlari cheklangan.